Bir qultum suv qadri. Kunlarning birida mashhur hukmdor Harun ar-Rashid safarga chiqdi. Yonida xodimlardan biri Ibn Sammok bor edi. Yo'lda juda chanqagan hukmdor suv so'radi. Xudo haqqi, biroz sabr qiling dedi Ibn Sammok. Keyin ko'zida suv uzata turib qaytib oldi va faraz qiling, ushbu suvdan man qildingiz. Uni ichish uchun nimangizni berar edingiz deb so'radi. Bor mulkimning yarmini bergan bo'lardim. Hukmdorning tashnaligi qongandan keyin xodim yana so'radi. Mana suvni ham ichdingiz. Endi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga yaqinligingiz hurmati ayting. O'sha suv vujudingizdan qaytib chiqmadi, ya'ni peshobingiz tutilib qoldi. Deylik, unda nima qilgan bo'lar edingiz? Mulkimning qolgan yarmini berar edim. Shunda Ibn Sammok asli maqsadini so'zladi. Bir qultum suv va uni chiqarib tashlashga ham arzimaydigan mol-mulk uchun o'zini tahlilga o'tish, talashib tortishish, unga ega bo'lib quvonish aqlli odamga yarashmaydi. Bu so'zlardan Harun ar-Rashid qattiq ta'sirlandi va yig'ladi.